Zarbdor tumani hokimiga minnatdorlik izhori. Tumanimizda zamonaviy, barcha qulayliklarga ega yangi kutubxona bunyod etib, xalqimiz xizmatiga topshirgani uchun yuksak hurmat va samimiy minnatdorligimizni bildiramiz. Mazkur muhtasham maskan nafaqat kitobxonlikni rivojlantirish, balki yosh avlodni ma'naviy, axloqiy jihatdan yetuk, bilimli va barkamol insonlar etib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yurtimiz ravnaqi yo'lida amalga oshirilayotgan bunday ezgu ishlar har birimizga cheksiz quvonch, faxr bag'ishlaydi. Hurmatli tumanimiz rahbari, Zarbdor tuman aholisi nomidan hamda axborot kutubxona markaz xodimlari nomidan sizga mustahkam sog'lik, yuksak marralar va mas'uliyatli faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ezgu ishlaringiz bardavom bo'lsin. Dunyoni qaytadan qursak bo'ladi. Millating nima? O'zbek. Vataning qayerda? O'zbekistonda. O'zbekiston qayerda? Yuragimizda. Biz yagona xalq, yagona millat bo'lib, ko'zlangan yuksak maqsadlarimiz sari dadil bormoqdamiz. Vujudimizda, qonimizda ajdodlarimizdan meros buyuk qudrat jo'sh urayotgan ekan, biz yangi O'zbekistonni albatta bunyod etamiz. Biz bir bo'lsak, yagona xalq biz, birlashsak vatanimiz. Biz birlashdik endi yursak bo'ladi. Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi. Biz birlashdik endi yursak bo'ladi. Zafarlar bundan yuksak bo'ladi. Bu yurakda agar yurt ishqi bo'lsa, dunyoni qaytadan qursak bo'ladi.